5-chi savol. Balalarning vaksina emlash ishlari qanday ilib berildi? Iqomat bo'lmasa, qayerga berib vaksina emlaymiz? Vaksina emlash odatda shu 1 yosh kirguncha oldi keyinni 6 qitimmi 7 qitim vaksina emlaydi-chu balaga. Birinchi ayda bir tug'ilgan chog'i 1 qitim, uni odatda shu doktorxonadan qil deb bilaman. Birinchi ayda 1 qitim, ikkinchi ayda 1 qitim, 4-chi ayda 1 qitim, 6-chi ayda 1 qitim, 12-chi ayda 1 qitim, 5 qitim keladi. Lekin uning oralig'ida 3-chi aydan 1 qitim keladi. 5-chi ayda 1 qitim kelsa yaxshi bo'ldi. Ashtaqiligi bu doim ayda 1 qitim kelishiga sabab shu balangizning o'sib yetilishi qandaqroq vaksina urish bilan birga bo'yi qanchalik bo'ldi, eg'irligi qanchalik bo'ldi, bola yaxshi sutni emib qilyaptimi, shuni biz sizga bir maslahat berish uchun. Balkim onalar "Oy, men sutni beryapman, yo sutim oz qoldi" aniq bilamsa, bola bilan bilgili bo'ldi-chu. Bolaning eg'irligi shu ma'lum bir oraliqchida yuqurlab mangdi. Buni cho'nglar bek aniq bilib olmaydi. Misol hemşireler, sestralar sistemni qarab bilan bilalaydi. Ham sizga deb beradi. Bolaning bo'yi manchalik bo'pti, 70 sm bo'pti, 75 sm bo'pti yomisa. Eg'irligi manchalik ekan, yaxshi ekan, yomisa pakao qopti, yomisa eg'irligini az nim qo'ydi, jahra sut bergin deb shu tavsiyalarni berdi. Endi vaksina emlash bo'lsa, men degandek shu 1-yilda 1 yoshga kirib bo'lguncha bir 5-6 qitim keldi vaksina emlash uchun. Bu vaksinalar nimalar bor desam, men buni 2020-yilda ishlagan bir parcha rasmim ekan bu. Shu vaqtlam chiqqandim, Uyg'urcha tarjima qilib chiqarib qo'ygandim. Juma Turkiyaning vaksina emlash ishlarida. Boshqa davlatlar o'xshib ketib qoldi-chu. Hamda u boshqa davlatlarning boshqa davlat qarindoshlar bekrak yaxshi bildi-chu uni. Ammo ichidagi urdan vaksinalar o'xshib ketadi. Andan keyin mana bir 4 yoshda birisi bor, 18 oylik, 1,5 yoshda birisi bor, 2 yoshda birisi bor, 4 yoshda birisi bor, 13 yoshda bir vaksinalar bo'ldi-chu bolalarniki. Lekin shu 1 yoshning ichida doim chaqirib turimiz bolalarni. Shunlashqa odatda 1 yosh amal bor vaksina emlashni umid qilganlar shu siz turayotgan, apsi turayotgan shu uy bor, atrofdagi sog'liq o'chog'i tizimlasi bekrak yaxshi. O'zinglar qiynalmaysizlar, bolalarni teshi chiqib, sovuqda, shamolda og'rib qolmaydi. Achida apirplan vaksina o'ldirsanglar, ular hargiz yoqtirmaydi. Hattoki siz telefon qilib chaqirdi, bolalarning manchalik vaqt bo'pti, kelib vaksina urib o'tgan deb chaqirdi sizlarni. Vaksina urmayman desanglar, o'chog'da kelib, "Yo'q, men urg'im yo'q" deb bir qog'ozni imzo qo'yishinglar kerak. Bu vaksinachi nimalar bor desanglar, B-tip jigar yallig'i vaksinasi bor. Uni necha qitim urdi. Ondan tuberkulozga qarshi vaksina bor. Birikmalik o'pka yallig'i sharchi bakteriyasi vaksinasi bor. O'zim tarjima qildim uni, lekin to'g'ri bo'lishi mumkin. Bo'g'ma, ko'ko'tal, qatma kesili, harakatsiz polio deb bir kasallik bor. Tarqalishchan zukamniki vaksinasi bor. Suv chechigini vaksinasi bor. Qizil so'g'on, quloq oldi bezi yallig'i tilim kelmay qoldi. Shularniki vaksinasi bor. Atipli jigar yallig'i vaksinasi bor. Ben bularni bir-birlab shu Uyg'urcha yozib chiqarish tirishayotmay keyin video ishlab qilishim mumkin bu to'g'riliq, lekin shu vaqt yetmadi hozir. Bularni qilish orqali mush kasalliklarni saqlash uchun vaksina urdi dedi, vaksina emlaydi. Buni qilish uchun mush kasallar bo'lib qolsa, masalan bu kasallar bo'lib qolsa, buning ichida ba'zi kasalliklar qarang. Alloh saqlasin. Bo'lib qolsa, qisqa vaqt ichida o'lib qoldi. Eg'irroq bo'lib qolsa, nima bo'lib qolsa, so'zilma kasalliklar bo'lib qolsa, keyingi hayotga ta'sir etib qoldi. Shunlashqa vaksina urishni tavsiya qilamiz. Iqomat bo'lmay qolsa, u chaqda siz turayotgan shu bo'lganiki Göçmenler sağlık merkeziga borsangiz bo'ldi. Ashada urib qo'ydi. Iqomat bo'lmasa. Apsini iqomati bo'lsa, yana shu apsini iqomat tizimlatgan yerni uralay deb bilaman uning-chu. Biz adat ashla qilamiz miyadiki, onalarniki, agar shu bolasini iqomat yo'q, lekin vaksinani urib qo'yamiz. Sog'lomlik birinchi emasmi? Eg'irligini o'lchab u bilan qo'ymaymiz. Agar sizning tizimlatgan sog'liq o'chog'idagilar urmay qolsa, balonki yo'q ekan, göçmenlar sog'liq o'chog'i bayraq urg'usin bo'ldi, yoki bo'lmasa siz ismingizni boshqasi o'zgartirsangiz bo'ldi. Bosh doktor o'zgartirsangiz bo'ldi. Bosh doktor nima? Oila sog'liq doktorini qilib, o'zingizniki qilib, shu yeni bir sog'liq o'chog'i berib urursangiz bo'ldi. Lekin shuni bir so'ratgan yaxshi. Doktorlar bek yaqtab ketmaydi bu ishlar odatda. Bolaning sog'lomligi birinchi emasmi?